Videoda o'tkazib yubormay, chunki aniq afsus qilasiz. Aynan siz izlayotgan 10 tonnalik hovani pulini arzonidan, shkalatidan topib qo'ydim. Toza 10 tonnalik hova sinatrakimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 195 ming kilometr bo'libdi. O'zini dizel motoriga metan uстановка qilingan. Kabinalarda tepa bo'lmagan. Radniy holatda. Bu akamiz salondan olgan odamdan olgansiz, to'g'rimi aka? Metanni o'yiz qilganmiz yo shundayligicha olganmiz? Shundayligicha olgansiz, gapi. Ko'ringlar. Bunga akamiz mashinani olib 6 ta yangi diskani qo'yib qo'yishdi, 100% holatda turibdi mana. To'g'rimi aka? To'g'ri. Ishlatganingiz yo'q. Faqatgina bu texnikamiz ma'lumot uchun aytib qo'yib, albatta sexlari bor, akamiz faqat albatta toshishadi. Shunaqa. Metpisok nimalarchi? Unga chiqamiz yo'q. Unga chiqmaysizlar. Bir tomondan albatta tashlab qaytib kelganlar shu. Mashalloh. Faqat yengilishning. Mana ko'ringlar, umuman avtorasxoti yo'q ekan. Korobka, motor, mos hech qayeri ochilmagan aka. Yo'q, ochilmagan. Antifrizda. Akkumulyatorni yaqinda qo'yganmiz. Yangi qo'yib, yangi turibdi. Umumiy 5 ta gaz baloni bor, 3 ta 80 talik o'ng tomonga, 2 ta 120 talik chap tomonga joylashtirilgan. Ramalarida umuman tresheniya yo'q umuman. Bu hovalarga tresheniya tushishi juda qiyin masala deyman men, to'g'risi. 2 qavatda emas, to'g'rimi? Ramas shunaqa 2 qavat. O'ttariyali yog'och padraniga yorib shunaqa tushib qolaverar ekan, yog'och padraniga borib, pacha olib ketaverar ekan. Qolgan joy pacha olmaydi. Qolgan joylari zo'r. Bortlari universal ekan, yonlariga ham ochiladi. Orqaga ham og'daradi. Rosa shu sizni sohangizdagi akalarimiz uchun hali qopli mahsulotlar yuklab tushirish uchun juda qulay ekan aka. O'zingiz o'tkazib olgansiz. Ayam nomlari mashina. Kredit, taqiq, bank sanglari yo'q aka. Toza. Sirazi 5000 taqvimga qilib berdim. 5000 taqvimga bo'laveradi aka. Mana moslari juda baquvvat ishlab o'rgan ekan, to'g'risi. Jicha jo'skiligini hisobga olmasa, mashina bor-ku, umuman bitta odamning umri yetmasa kerak, to'g'risi. Ishlatib buni pachaq o'rgan. Nima dedingiz? Shunaqa aka. Shunaqa. Beskamer qo'ysa sal yumshadimi texnika aka? Ha, oldilari ancha yumshoq bo'ldi oldinga qaraganda. Energiya akkumulyatorlari mana zavod holatida almashmagan ekan. O'zi 100% radniy holatda turibdi menimcha mashina. Qo'shimcha bir nima qilingan yo'q-a? Yo'q. Zadnimoslar, korobkalar ochilmagan. Ochilmagan umuman aka. Qo'y. Resor ham sinmagan ekan shekilliga, yo'q almashtirgansiz bir albatta. Resorga umuman tegilmagan ha, resorlarda qo'y. Tegilgani yo'q. Mana chap tomonda ikkita 120 talik. Nari tomonga sig'mas ekan, 120 talik. Shunga joyiga qarab turib qo'yilgan. Kichikroq qo'yilgan. Mashalloh mana. Spanili ekan, spanilari ham bor ekan, kabinalari ham radniy holatda. Mana salonlar ichi ham radniy holatda turibdi ekan, apshkalari ham toza turibdi, ko'ringlar. Aytib o'tganimizdek, faqatgina shu o'zlarining albastr sexlari bor, albastr tosh tishar ekan. Albastr bo'yicha ham aloqaga chiqsalar, O'zbekiston bo'yicha albastr yetkazib berishaverar ekan akalarimiz. Mana hamma yo'q joyida turibdi. Korobkasi 8 talik, skorostidan tashamaydi. Yurgan masofasi mana 195 ming 397 kilometr yuribdi. Halol probeg akalar. Gaz bosing. Ko'rib turganlaringdek, umuman tutagan yo'q, avtorasxoti ham yo'q. Hech qayerda hech qanday kamchilik yo'q texnika. Olasiz, sirrazi ishga lekin 2021-yil 195 ming yurgan texnikamizning narxini 34 ming dollar so'rashyapti. Xudo xolasa naqd bilan kelsalar, yana savdolashadigan joyi bor. Bu video roligimizni aynan 10 tonnalik hova olaman deb yurgan do'stingizga srochniy tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalar haqida ma'lumot olib qo'yishingiz mumkin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, savdo onlayn versin qadrdonlar.